Sinmaydigan javoban 100%. Bormi og'riq? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun ham Farg'ona shahridamiz. Xudo xolasa akamizga o'tgan yil apparat berganmiz, ishlab chiqarish jarayoniga yetib keldik. 428 modelimizni bugun sizlar bilan ishlash jarayonlarini obzorini qilamiz va qancha foyda topishigacha aytib o'tamiz. Mana jarayon boshlanishi, mushalkani apparat yurak desak ham bo'ladi, shu yerdan boshlanadi. Akamiz juda mayin tosh ishlatar ekanlar. Qancha mayin tosh ishlatilsa, kichik razmerdagi tosh ishlatilsa, shuncha sifatli mahsulot hamda qolip, ya'ni matritsani ishlashi ko'proq. Ya'ni 400 mingta emas, 500 mingta, 600 mingta kalistrgacha devorlari kattarmasdan ishlatib beradi. Akamizga 1 yil bo'ldi stanokni berganimizga, yana Farg'ona xalqiga beminnat xizmat qilib kelyaptilar. Sifatli mahsulot bilan 550 markadan 1 kilo 700 sement qo'shar ekanlar. Hozir 5-6 metr tepalikdan uloqtirib blokni sindira olmadik. To'g'risi juda ham mustahkam. Bu apparatga ham bog'liq. Apparatni ham kuchaytirib berganmiz. O'zi Xitoydan zakaz, bizning zakazimiz Aziya Texnik guruhi zakazi orqali kelgan bu. Ko'pchilik shuni adashtiradi. Boshqalar narxi bilan nimaga sizlarda sal qimmatroq, nimaga arzonroq degan masalada bizlar bilan raqobatlasha olmaydi. Masalan, motorlari bo'yicha, vibratorlari bo'yicha hammasini kilovatini kattaroq qilib, sifatliroq qilib, apparatda ham bir xil O'zbekiston sharoitida o'zgartiradigan joylari bor. Shuni o'zgartirib, zo'r qilib, mishalkalarni ham ichi bron qilib zakaz qilganmiz. Xudo xolasa chiroyli xizmat qilib beradi. Qoliplari keladigan bo'lsak, mana razmerlari kattarib ketmagan, 207, 208, 1 yildan, mana 1 yil ishlagan qolip, shilakam berib qolmagan tepasiga. Mayda toshdan ishlatilganligi uchun ham matritsani umri uzoqroq bo'ladi. Xo'p, sizlarga ham maslahat beramiz. Maydaroq tosh ishlatib, ko'proq sement qo'shib, foydasi kamroq qolsa ham bemalol akamizni o'ziga hozir o'zlari aytishlari bo'yicha eng kamida 700 so'm qoladi. 1,5 mingta qo'yib turib, bir kunda $100 oshiqroq foyda daromad topaman degan fikrni bildirdilar. Endi xo'p, mana tayyor mahsulot sifatini tekshirib ko'ramiz. Hozir ko'pchilik baribir so'raydi. Aka, buni sifati qanaqa chiqadi deb. Mana bemalol 80 kilo, 100 kilogacha besni ko'tarib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, negativlar uchun balandroqqa chiqib oldik. Bugun shu shlaka blogni sindirishga harakat qilamiz. Ketdi endi. Yana sinmadi-yu bu. Xo'p, uskunamizning narxiga keladigan bo'lsak, to'liq komplektatsiyasi hozir kuchaytirilgan, ya'ni uslit qilingan holatda $12,000 dastlabki ustanovkalar bilan O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Chunki mishalkalarning ishlarini bron, motorlarini 11 kilovat, qolaversa apparatni ham dozatorlarini 1,5 kilovatdan 2 kilovatga o'zgartirganmiz. Reduktor motorlarini anchagina yaxshi, sifatli xizmat qilib beradi.